Endi boshqa mavzular xususida. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan Toshkent shahridagi Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabda yangi zamon bitiruvchi yoshlar tadbiri o'tkazildi. Bugungi kunda agentlik tizimida prezident ijod va ixtisoslashtirilgan 228 ta maktab bo'lib, ularda 75 mingga yaqin o'quvchilar ta'lim-tarbiya olishmoqda. Bu yil ta'lim muassasalarini tamomlayotgan bitiruvchilar uchun tashkil qilingan tadbirda katta hayot ostonasida turgan o'g'il-qizlarga intellektual salohiyati va tashabbuslarini ro'yobga chiqarishlariga ishonch bildirildi. Shuningdek, tadbir doirasida bitiruvchilar qurultoyi ham o'tkazildi. Mazkur qurultoy agentlik tizimidagi maktab bitiruvchilari bilan doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yoshlarning takliflari asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish, maktab ta'limidan keyingi egallangan kasbiy tajribalarni o'quvchilarga yetkazish maqsadida har yili bir marta o'quv yili so'ngida tashkil etib kelinadi. Bu galgisi ham yoshlarni bir maqsad sari birlashtirdi. Farg'ona shahridagi Prezident maktabidan keldik. Aynan agentligimizdagi maktablar kabi bizni maktabda ham o'quvchilar juda ko'p yutuqlarga erishgan, hammasi allaqachon sertifikatlari bor, universitetlarga vaqtidan, muddatdan oldin kirib bo'lishgan, yaqinda El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyatlari bo'lishdi. Shu jumladan o'zim ham dekabr oyida Garvard universitetiga 100% grantni qo'lga kiritganman va xudo xolasa avgustda Garvardga ketaman va bundan tashqari Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ham davlatimiz rahbaridan olishga muvaffaq bo'lganman. Ta'lim yo'nalishida va keyingi rejalarimni faoliyatimni ilm sohasida qurmoqchiman. Tadbir davomida agentlik tizimidagi maktab o'quvchilaridan iborat jamoalar ishtirokida badiiy chiqishlar namoyish qilindi. Bu maktab ta'limini tamomlab, yuksak marralar sari oshiqayotgan yoshlarga yanada yuqori energiya bag'ishlash bilan birga ko'tarinkilik ham ulashdi.